Lekin realniy crossoverlarni bozorga yo'rib kirdida aka, manaman degan crossoverlarni sevuvchilar ham o'chirat shunga. Boshqa joylarda nalishda turgan bo'lsa ham boshqa brendlar yo'q deydi, shundan olaman deydi kelib. Assalomu alaykum hurmatli podpischiqlarimiz, bizni kuzatib boruvchilar. Bugungi video obzorimiz Bestune Buxoro avtosalonidan bo'ladi. Bugungi video obzorimizda Bestune brendidan T77 modeli. Kuzating, videoni oxirigacha ko'ring. Ayni qiziq joylari, narxlari, to'lov grafiklari videoni oxirida bo'ladi. Demak, video obzorimizni boshladik. Birinchi navbatda avtomashinamizni kuzov qismi haqida gaplashsak, ushbu mashinamizni og'irligi 1 tonna 890 kilogramm bo'ladi. Demak, kuzov otsenkovkasi 68%, avtomashinamizni kuzoviga ofitsialniy garantiyasi 5 yil bo'ladi. Zavod tomonidan berilgan garantiyasi. Va keyingi ko'rsatadigan narsamiz avtomashinamizni optikalari bo'ladi, ya'ni proyeksionniy optik linza bo'ladi. Sizda harakatlanayotgan vaqtingizda proyeksiya chizib beradi, ortiqcha joylarga yorug'likni sarflamaydi, aynan shu proyeksiya bo'yicha yo'naltiradi. Xo'p, keyingisi avtomashinamizning motori 1.5 turbina dvigatel bilan jihozlangan 169 ta o't kuchiga ega GDI motor bo'ladi. Yoqilg'i sarfi uzoq yo'lga, ya'ni dalniy yo'lga 602 litr, shahar ichida bo'lsa 7,5 litrgacha benzin sarflaydi. Ko'pchilik mijozlarimiz so'rashadi, ushbu motor qaysi kompaniyaga tegishli, kim tomonidan ishlab chiqarilgan? FAV Group tomonidan ishlab chiqarilgan va aynan ushbu motor Toyota Rush modelida ham bor. Keyingi ko'rsatadigan narsamiz mashinamizni, demak, korobka qismi bo'ladi. Korobka peredachasi 7 pog'onali двухцепленный Aisin korobka, ya'ni ushbu aynan korobka Audi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Mana bu videolar davomida yoki mashinamizning texnik xususiyatlarini o'rganish uchun boshqa videolarni ko'rsangiz ham, mashina tag qismidan ko'rgan vaqtingizda Audi'ning aynan logotiplari bo'ladi. Bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyin ko'rsatadigan qismimiz ushbu Bestune T77 modeli ikki xil komplektatsiyada ishlab chiqariladi. Bunisi aynan luxury pozitsiyasi, bunisi bilan premium pozitsiyasi bo'ladi. Ikkalasini bor yo'g'i 2 ta 3 ta farqi bo'ladi. Shulardan birinchisi diskasida. Bu luxury pozitsiyasida diskani ko'rinishi ozgina boshqacha bo'ladi va 18 razmerli protektori bo'lsa, qalinligi 55 bo'ladi. Premium pozitsiyasida bo'lsa 19 razmerli diska balon, protektorning qalinligi 45 bo'ladi. Shuning hisobiga ham aynan mijozlarimizga ko'proq maslahat beramiz. Luxury pozitsiyasida protektorning qalinligi uchun ham avtomashina yo'lda yumshoqroq harakat qiladi. Premium pozitsiyaga qaraganda albatta. Buni bemalol avtosalonimizga kelib, test drive jarayonida bemalol haydab ko'rib, o'zingiz shaxsan sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bekorga aytmaymiz, 100 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kelib ko'rganingiz yaxshi. Keyingisi operator salon ichini bitta ko'rsating. Avtomashinamizning saloni o'zlaringiz baho beringlar, qanaqa ko'rinishda. 100% eko koja ishlatilgan, terlatmaydi. Bu salonimizning dizayni mashhur brendlarga, shu Mercedesga o'xshatib qilingan. Bu hozir bilmadim o'zi sizda kameraga qanday ko'rinyapti, lekin juda ham bir kelib ko'rgan vaqtingiz o'ziga jalb qiladi. Juda ham o'ziga tortadigan ranglardan kombinatsiya qilib ishlatilgan. Orqa qismlarini bitta ko'rsatib o'taylik. Ko'pchilik so'raydi, bu mashinamiz 5 kishilikmi, 7 kishilikmi? Yo'q, bu crossoverimiz standart 5 kishilik crossoverlardan. Mana bitta orqa qismini ham bitta ko'rsatib o'ting. Orqa qismi ham xuddi shunday chiroyli, bemalol. Bitta solishtirishni aytaman, mana o'zimni bo'yim 1,75 m. Bitta mana o'tirgan vaqtda mana orasidagi masofa, ya'ni bemalol bo'ladi. Va ushbu avtomashinamiz klassik emas, ya'ni sport ko'rinishda, sport uslubida ishlangan, sidenalari ham quchoqlab oladigan maxsus sportivniy crossoverlar oilasiga kiradi. Xo'p, keyingi ko'rsatadigan narsamiz mashinamizning orqa tomoni. Bitta dizaynni ko'rsating. Juda ham chiroyli, o'ziga xos, zamonaviy talablarga to'liq javob beradigan qilib ishlatilgan. Ancha
qisqa muddat ichida 1 oy 2 oy ichida O'zbekiston bozorini yo'rib tashlagan crossover desak hech qanaqasiga adashmagan bo'lamiz. O'zini narxiga, o'zini motoriga teng bo'lgan boshqa brenddagi crossoverlarni ham bemalol hamma tomonlama ortda qoldirib biladi. Xo'p, bitta bagaj qismini ko'rsataylik. Bagaj qismi shu darajada kengki bemalol 6 ta 7 ta chemodanni qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi va bizni xalqimiz gaz ballonlarini juda yaxshi ko'radi. Xohlasangiz metan, xohlasangiz propan bemalol o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Mana bitta operator ko'rsating. Mana bu zapaska qismiga bemalol tabletka, gaz ballon, propan o'rnatsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz metan o'rnatsangiz ham bo'ladi. Servisimiz tomonidan o'rnatib beriladi. Xudo xohlasa garantiyalar buzilmaydi. Bu mashinamizni orqa tomoni edi. Va premium pozitsiyasi haqida ham bitta ikkita ma'lumotlarni sizlarga aytib o'taylik, qiziqarli ma'lumotlarni. Ushbu mashinamiz luxury pozitsiyasi bilan premium pozitsiyasi bir 5-6 million so'mga farq qiladi. Nimalarga? Birinchi aytib o'tdik, diskasida va balonida. Ikkinchi farq qiladigan narsasi ushbu luxury pozitsiyamizda 180 graduslik kamera bo'ladi. Premium pozitsiyasida 360 graduslik kamera bo'ladi va ushbu luxury pozitsiyada обычный cruise control bo'ladi. Ya'ni siz bitta tezlikka chiqqaningizdan keyin cruise controlni yo'qib qo'yasiz, shu tezlik bo'yicha harakatlanadi. Premium pozitsiyasida adaptivniy cruise control bo'ladi. Ya'ni oldindagi mashinaga adaptatsiya qiladi. To'xtasa to'xtaydi, tezlashsa tezlashadi va o'z-o'zini tormozlash, ya'ni ruscha qilib aytgan samotarmojeniy funksiyalari ham bo'ladi. Salon qismi, kuzov qismi, motor, ходовой qismida hech qanaqa farqi bo'lmaydi. Faqat shu aytib o'tgan, sanab o'tgan 3 ta funksiyamizda farq qiladi bo'ldi. Bunisida ham panorama lyuki bor, premium pozitsiyasida ham panorama lyuki bor. Bitta yana bu tarafdan bitta obzor qilasiz. Hozir ushbu mashinamiz mana bunaqa chibutina nomasi ayoldan murmat. Ushbu mashinamiz paroglar bilan jihozlangan, chiroyli qilib tonirovkalar qilib qo'yilgan. Bitta shu holatida ham luxury pozitsiyasiga o'zingiz bitta e'tibor bering. O'zgacha jalb qiladi odamni. Trassada yurgan vaqt ham boshqa mashinalarga qo'shilib qolmaydi. Bu bilan o'zingizni siz konkretna boshqa dunyo, boshqacha status, boshqacha avtoritet berib biladi sizga. Ko'pchilik mijozlarimiz so'raydigan narsa inomarka olgandan keyin uni zapchast masalalari va servis masalalari. Ushbu bizning avtosalonimizdagi barcha avtomashinalarga rasmiy 3 yil kafolati bo'ladi va servis xizmatlari ham mavjud. Zapchast masalasini so'raganlar uchun mana bitta zapchast burchagimizni bitta ko'rsating. Hali sortirovka jarayonlari o'z nihoyasiga yetmagan. Mana bu polkalar, javonlar to'ldiriladi. Borini shu yoqdan topib beramiz. Agar sizga kerak bo'lgan narsa hozircha bizda bo'lmasa agar 12 soatdan 24 soatgacha istalgan zapchastingizni topib beramiz. Shaxsan kelib shu o'zimizning avtosalonga uchrashsangiz, biz sizga qo'ldan kelgancha yordamlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu sizga hozir qisqacha obzor bo'lib o'tdi. Agar biz pastda telefon nomerlar qoldiramiz, sizni qanaqadir savol, to'lov grafiklari qiziqtirsa agar, ushbu telefon nomerlarga aloqaga chiqing va menejerlarimiz sizga albatta javob berib o'tadi. Siz faqat boshlang'ich qancha to'laysiz va qancha muddatga sizga grafik kerak bo'ladi. Menejerlarimiz boshidan oxirigacha individual tarzda siz bilan shug'ullanishadi. Videoga maksimalni kommentariy yozamiz, like bosamiz va podelitsa tugmasini bosib boshqalarga uzatib qo'yamiz. Inomarka oladigan tanishlarimiz bexabar qolmasinlar. Sizlarga e'tiborlaringiz uchun rahmat.